ustiga qonun loyihasining ishlab chiqilganligi, ayni paytda deputatlar muhokamasida ekanligi va ana shu deputatlar qatoridan mutaxassis sifatida mana shu Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi axborot va kommunikatsion texnologiyalar masalalari qo'mitasining a'zosi sifatida ishchi guruhida faoliyat olib borganimni sizlar bilan o'rtoqlashgan edim. Uning maqsad vazifalari hamda sohaga munosabatlarni huquqiy tartibga solish xususida ma'ruza qilgan edim. Mana bugun esa ushbu qonunning qabul qilinganligi va ayni kunda qator moddalarida axborot kutubxona muassasalari faoliyatiga keng tatbiq etilishi, mamlakatimiz fuqarolariga shu axborotga erkin ega bo'lish imkoniyatlari yaratilganligini yaqindan tanishish imkoniyati sizlarga nasib etadi. Mamnuniyat bilan aytamanki, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan barpo etilgan xalqaro anjumanlar saroyi bilan bir binoda qad rostlagan muhtasham Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasining yangi binosi bilan ham faxrlanishdan biz o'zbekistonliklar baxtiyormiz.